Mana shu joyga shkaf tayyorlab berishimiz kerak. Bu videomiz mehrobga nima qilsam deb o'ylanib yurgan akalarimizga mehrobga chiroyli qilib shkaf tayyorlab berdik. Ikki yonboshida shkafni ilgani veshilkalar qo'yib berdik. Tepalariga ushbu rejimda ishlaydi. Foydalanmagan kiyimlar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu qismi polka joylab berdik. Bu yer o'zi devor o'rtasi chiqib qolganligi hisobiga shu 15 sm ga televizor joylab ketganmiz. Bu yerga rasm ilgani sharoit qilib berganmiz. Bu yo'g'i ham xuddi shu o'sha polkalar, bu tomoniga kiyim ilgani, tepalariga ham kiyimlarda tugunlarni qo'yib qo'ygan joylar qilib berganmiz. Sizlarda ham shunaqa mehrob joylaringlar bo'lsa, bizga murojaat qila olasiz. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz.